yana tun menga hamroh. Derazamda o'y ham jim qaraydi, aytilmay qolgan mingta so'zim qog'ozda seni izlab qoladi. Kecha yozmoqchi edim bu xatni, ammo yurak so'z topolmadi. Ba'zi gaplar juda kech yoziladi, ba'zilari esa hech aytilmaydi. Siz bilan o'tgan kunlarimni men taqvimlardan izlamayman. Har bir qo'shiq yangraganida o'sha lahzaga qaytib boraman. Bir vaqtlar abadiy degan so'z biz uchun oddiy tuyulganda, endi uning og'ir ma'nosini ayriliq yaqinlashganda aylanib. Agar vaqt ortga qaytganida ko'proq rahmat derdim sizga. Har bir kichik baxtingiz uchun, har bir qolganingiz uchun yonimda. Men sizni shunchaki tinglamadim, siz bilan ulg'aydilar orzularim. Dunyo meni tushunmagan kecha sizning qo'shig'ingiz bo'ldi tilim. BTS men bu xatni kech yozdim, chunki yuragim qo'rqdi yozishga. Bir kun so'nggi marta deyishdan, bir kun sizni sog'inib qolishdan. Agar sahnalar jim qolsa ham, agar chiroqlar o'chsa bir kunim, siz qoldirgan ovoz yuragimda eng baland qo'shiq bo'lib qolur. Armiy bu oddiy so'z emas, bu minglab yuraklarning urishi. Bir shaharda tug'ilmagan bo'lsak ham bir qo'shiq birlashtirdi bizni. Kimdir yolg'iz tunida tingdali, kimdir ko'z yoshini yashirdi, kimdir sizning qo'shig'ingiz bilan ertangi kuniga yetib bordi. Balki siz hech qachon bilmaysiz qancha qalbni ushlab qoldingiz. Birgina hammasi yaxshi bo'ladi deganman, uni qo'shiqqa soldingiz. Biz sizni sahnadan ko'rdik, siz esa bizni qalbdan ko'rdingiz. Shuning uchun masofa uzoq bo'lsa ham bir-birimizga begona bo'lmadik. Bugun qo'limda eski xotira, ko'zlarimda tugamagan savol. Nega eng go'zal lahzalar har doim juda tez o'tadi xayol. Kecha hali endigina boshlangan, bugun esa xotiraga aylandi. Bat hech kimdan ruxsat so'ramay, eng aziz kunlarni olib ketadi. BTS men bu xatni kech yozdim, lekin sevgim kechichmagan edi. Aytilmagan har bir rahmatim yuragimda allaqachon bor edi. Agar bir kun ovozim yetmasa, bu qo'shiq sizga yetib borsin. Men aytolmagan barcha so'zlarim har bir notada yashab qolsin. Agar bir kun siz ham charchasangiz, orqangizga bir lahza qarang. Siz bilan birga ulg'aygan qalblar hali ham sizni kutib turar. Bizdan hech narsa so'ramang, faqat o'zingiz baxtli bo'ling. Chunki bizning eng katta tilagimiz sizning tabassumingiz so'nmasin. Men bu xatni kech yozdim, balki juda kechdir bemayni. Ammo yurakdagi muhabbatni vaqt bilan o'lchab bo'lmaydi. Bugun siz yetib ovozsiz qolmang, bugun biz ham jim qolmaylik. Bir-birimizga aytishimiz kerak, sen mening hayotimda iz qoldirding. Bir kun eski qo'shiq yangrar, men yana o'sha kunni eslayman. Yetti ovoz orasidan sizni minglab xotiradan topaman. Va ko'zlarimda yosh bilan sekin jilmayib qo'yaman. Chunki ayriliqning eng og'ir joyi unutish emas, eslab yashash ekan. Shuning uchun bu xatni yozdim, kech bo'lsa ham yurakdan yozdim. Balki siz uni hech o'qimasiz, ammo men aytishim kerak edi. BTS agar bir kun hammasi o'zgarsa, bir narsani unutman hech qachon. Siz banadan arving qo'shig'i emas, ko'plab yuragarning xotirasi siz. Va tun yana jim bo'ladi,
qog'ozda oxirgi satr qoladi. Men xayr deyishga qo'rqaman, chunki bu so'z juda og'ir ishi kiradi. Shuning uchun faqat shuni aytaman, rahmat kech yozilgan bo'lsa ham siz bilan o'tgan har bir kun uchun va bizga bergan umringiz uchun. Men bu xatni kech yozdim, ammo yuragim sizni unutgani uchun yozdim. Aksincha, unutolmaganim uchun yozdim.